Dadasi shoshmang. Nima? Ha, oyijon so'rayaptilar. Ana ho'kizga ayting, uylanganiga 1 yil bo'ldi. O'zi u ho'kiz nima ish qilyapti? U ho'kiz qayerda ishlayapti? U ho'kizda tayinli ishi bormi? U ho'kiz daytib yurmayaptimi deb so'rayaptilar. Sizlar men haqimda gaplashdinglarmi yo ana mol haqida gaplashdinglarmi? Mol haqida oyijon aytdilar. Rahmat. Rostdan ham Otabekka qayerda ishlayapsiz? Oyijoningga ayt. U ho'kizni ishi bor ekan degan. Hopmi? Qayoqqa? O ishga. Ishga. Boraman hozir metrodaman. Bo'pti. Davay. Oyijon aytdilar. Ana ho'kiz Otabekka ayting. Hozir. Mana bu uzuni sotib kelib bersin, dedilar. Pulini gapga berayotganlar. Men Diamant. Tak, 585 proba. Og'irligi 652 gram. 1 million 200 dan olsa 7 million 824 ming bo'ladi. menga qarang, siz o'zi nima ish qilasiz? Mol boqaman. Mol. Ketdim. Mayli. Nimadir netoda. Ha? Telefon qilsam ko'tarmaysiz. Ishdaman deysiz. Bezovta qilma deysiz. Lekin siz ishlaganingiz sari biz qarzga kirib ketyapmiz. Mana nima uchun ekan? Yapot. Hosmanda 1 metr. Yo'q. Menga qarang, kim bu qiz? Siz hali ishlayapman deb qizlar bilan o'ynab yuribsizmi? Bu to'g'riga qanaqa keladi bo'lsa ko'rmayapsan tilla olib kelgan. Biz qimmat olamiz shuning uchun kelgan. Hali siz uyga boring, dadalingizni chiqaraman, sochingizni bittalab yuraman. Oyijonga aytaman, yertaman. Xotinim baqot ekan. Bu joyingga borma. O'zim sabzini tashlayman. Xotin. Degani kelaman. Menga ruxsat. Tillani qattiq qimmat olarkin deb shaharni qidirib shu diamant do'koniga kelsam, erim o'tiribdi, yaltayib. O'zimni luxta his qilib bo'pti. Men buni hisoblab bering. 652. 1 million 70 ming olaman. To'jimga. Oxiri 1 million 200 ming. Sani hurmating. Siz uyga boring. Oyijonim siz bilan alohida gaplashadilar. Undan keyin meni ham bir ikkita zakazlarim bor-da, dadajonisi. Bo'pti. Xotin emas bu balo bu. O'ldi endi tilla oldiradi.